Farid Abdumavlonov Legendary asosasi professionallar bo'lim rahbari, Underdog O'zbekiston Underdog rahbari. Diqqat qilamiz do'stlar. Diqqat qilamiz mana endi. Bo'lmasakmi yoki bo'lmasam Badr Mehkarrimovman. Внимание, официальный результат работы по решениям судей. В этом бою со счетом 2-1 выигрывает боец из синего угла Bedir Mehkarrimov. Men ochig'i bu fikrga qo'shmagan bo'laman. Balkim ogohlantirish bor. Lekin o'sha ogohlantirilgan raundda ham ustunlik. Demak, u yerda 9-9. Birinchi raund Shahbozning o'lmasmi xolos. Uchinchi raund ham ko'rdingiz qanday bosim bilan boshladi, mana shu bosim bilan davom etadi. Shahboz shaxsan men uchun u g'olib bo'ldi.